Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilarimiz. Navbatda biz sizlarni 17-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi o'tkazilayotgan Turkiyaning Kocaeli viloyatidagi mehmonxonadan salomlayotimiz. Butun dunyodagi xalqimiz albatta har yili bu faoliyatni yaqindan kuzatib kelyapsizlar. Millatimiz, vatanimizningki Xitoy tajovuzchilaridan qutulishi uchun butun dunyodan bu millat uchun can ko'ydirayotgan, xizmat qilayotgan tashkilot rahbarlari, jamoat arboblari har yili dunyoning har qaysi joylaridan qatnashib kelyotdi. Bugun va erta 2 kun bu yig'in maydonida nurg'un fikrlar shu millatimizning qutulishi uchun, ozodligimiz, mustaqilligimiz uchun birlikda boshqa turib, bu yerdan nurg'un yangi fikrlar, qarorlar chiqadi inshaalloh. Va sizlarga biz inshaalloh bu yerda so'zlangan qimmatlik temalarni ham huzuringizga sunamiz va bu yig'in jarayonida o'sha yig'in qatnashgan jamoat arboblarimizdan, mas'ullardan qisqa shaklda yig'inga bo'lgan ta'sirotlarini huzuringizga sunamiz. Men Abdullah Yalqun Istiqlol televiziyasi nomidan butun xalqimizga bu maydondan salom yo'llaymiz. Diqqatinglar bundan keyingi ziyoratlarimizda bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, ziyoratlarimiz davom qilyapti. Bu navbatda bu qatimliq 17-qatimliq Sharq Turkiston, Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi faoliyatini har yilgidek o'rnashtirib kelgan barliq mehmonlarimizni kutib olgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi va Musajon efendimizni ziyorat qilamiz. Aldıqdan qimmatli vaqtdan chiqib ziyoratimizni qabul qilgan uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat aytaman. Albatta tunugundan buyon bu yig'inlarga go'zal bir kayfiyatda davom qilyapti. Bu qatimqi albatta ma'rif jamiyati butun birinchi sinfdan hozirgacha siz albatta beshida bo'lishdinki bu harakatniki. Bu qatimliq qarindoshlik uchrashuviga his qilgan his tuyg'ularimiz nimalarni his qilyapsiz? Farq nimada burunqisidan tushunmoqmiz. Biz bu qarindosh yig'inni tunji qatim o'rinlashtirishimizda 2009-yilda 7-oyning 4-kuni boshlagan. 7-oyning 5-kuni esa 1-qatlami boshlanib ketganlikdan biz programmalarimizni amaldan qoldirib, shu Turkiya Xitoy konsulxonasining oldiga her qaysi axborotlar, bayonot berish orqali o'zimizning qarshilikni ko'rsatish bilan o'tkazib, tunji qatimliq qarindoshlik yig'inimiz shunda o'tgan edi. Ikkinchi qatimliqdan boshlab 2010-yilda ikkinchi qatimliq o'tkazildi. O chog'dan biz yana shu qarindoshlikni asos qilib, dunyoning har qaysi joylariga tarqalib ketgan Uyg'ur qarindoshlarimizni bir araga to'playlik, ular bilan fikrlashaylik. O'sha da'vo Sharq Turkiston masalasini o'rtaq bir kuch hosil qilib, birlikda ilib mangaylagan maqsad bilan davom qilgan edi. Va hozir biz bugun masalan 17 yilni yoki har yilni bir qatim o'tkazib kelyapmiz. Bu qatim qilsa 17-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini bugun mana oxirgi kunga yetib keldi. Bu qatimqi yig'inninki asosiy mazmuni yana shu qarindoshligimizni kuchaytirish, hamkorlik o'rnatish, shu bilan birga shu qarindoshlarimizni orasidagi tushunishmaslikni hosil qilish, endi qaytadan bir o'z ishimizda bir ham ichki ixtiloflarni tugutish bilan birga texnik kuchli bir shaklda shu ma'rif harakatini texnik bir keng bir turda xizmat doirasini kengaytirish va qarindoshlar aro hamkorlikni kuchaytirishni maqsad qilgan shaklda o'rinlashtirildi. Bugun nihoyatda qarindoshlarning kayfiyati nihoyatda yuqori. Burunqidan qaraganda bu qatim haqiqatan bir o'zaro bir qarindoshligimizning kuchayganligi, hamkorlikning o'rnatilganligi, bundan keyin texmo yaxshi bir xizmat uchun yaxshi bir qadamlarning boslanganligini ko'ryapman. Chunki kelganlar ko'pincha yaxshi tilaklarni bildirib, tabriklarni aytib, shunda bizga yaxshi tilaklar bo'ldi. Shundan qaragan vaqtida bu yig'inimiz burunqidan texmo yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat sizga. Bo'ldi. Sizga rahmat.